Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon ovqatni yomonlamagan. Shunday odamlar bo'ladi. Albatta bir narsa deydi-da. Qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib ketibdi, tuzsiz bo'lib qolibdi, yaxshi qaynamabdi, dam yemabdi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati u zotning oldiga bir ovqat olib kelinsa, yoqsa yeganlar, yoqmasa chekiga surib qo'ygan. Ma zamma ta'aman qat, lakin idza a'jabahu akalahu va in karihahu tarakahu. Imom Muslimdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam hech qachon oldiga qo'yilgan taomni yomonlamagan. Agar yoqtirsa yegan, yoqtirmasa uni nima qilgan? Tark qilgan. Ortiqcha birodarlar maqtab bo'lmaydi ovqatni. Yomonlab ham bo'lmaydi. O'zi ovqatni kim yomonlaydi bilasizmi? Ortiqcha maqtaydigan odam yomonlaydi. Asal bo'lib ketibdi-ya, qarang. Qiyom bo'lib ketibdi-ya, bunaqa ovqat yemaganmiz. Taom yeyish haqidagi ayrim odoblarni aytib o'tamiz. Olim yoki yoshi katta insonlar turganda shulardan burun ovqatni boshlamaslik kerak yeyishda. O'rgataylik bolalarimizga. Katta odam olsin deymiz. Hozir bormi shu narsa? Abkali bir chekkadan uraveradi. Endi hali bitta tovoqda bo'lsa kutib tursa kerak, lekin chiniga kelsa nima bo'ladi? Bismillah bilan boshlashlik, o'ng qo'li bilan yeyishlik, har kim o'zini oldidan olib yeyishligi tovoqdan, 3 ta barmoq bilan yeyishligi, yon boshlab yoki suyanib olib ovqat yemaslik. Mana shu ham sunnatga xilof. Qo'lidan tushgan va dasturxonga to'kilgan taomni olib yeyishlik, taomni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik, ovqatdan keyin 2 qo'lni yuvishlik. Birodarlar, shoshilmasdan yeyiladi, ortiqcha yeyilmaydi. Ko'proq odam tovoqqa qo'l uzatsa barakali bo'ladi. Ovqat issiq yeyilmaydi. Yeyilayotgan ovqatga puflanmaydi. Taomni bir chetidan yeb boriladi.